Assalomu alaykum azizlarim. Hozir sizlar bilan oilada yaqin kunlarda nima o'zgaradi mavzusida rasklad qilamiz. Bugungi raskladda oila mavzularini qo'ydim. Oilada hozirgi energiya qanday? Oilada yashirin turgan muammo nima? Yaqin kunlarda qanday xabar yoki voqea bo'ladi? Oila a'zolari o'rtasida munosabatlar qanday o'zgaradi? Yaqin kelajakda oilani nima kutyapti? Savollariga umumiy 3 ta karta olib javob beraman. 3 ta kartani 3 ta savol qilib tortamiz. Birinchi savolim. Birinchi savolda oilada hozirgi vaqtda vaziyat qanday? Meni obunachilarim kommentariya yozgan. Menga obuna bo'lgan, like bosgan barchalarning energiyalarini oldim. Qarshisidan chiqadigan insonlarni hammani energiyasini oldim. Shifoli bo'lsin. To'g'ri kelsin, ochilsin kartalarim, savollarimga javob ber. Hozirgi paytda ularning oilalarida vaziyat qanday? Mana shu karta chiqdi. Ikkinchi savolimiz. Menga obuna bo'lganlarni, barchalarni, hamma shu video qarshisidan chiqadigan insonlarni, like bosganlarni energiyalarini oldim. Shifoli bo'lsin. Yaqin kunlarda ularning oilasida nima o'zgaradi? Mana, yaqin kunlarda ularning oilasida nima o'zgaradi? Karta chiqdi. Uchinchi savolimiz. Barchalarni energiyalarini oldim. Shifoli bo'lsin. Ularning oilasida meni obunachilarim, meni kanalimga kirgan, menga like bosganlarni energiyalarini oldim. Ularning oilalarida yaqin kelajakda qanday o'zgarish bo'ladi? Uchinchi savolimiz. Yaqin kelajakda oilangizda qanday o'zgarish bo'ladi? Mana shu 3 ta karta yuzasidan sizlarga gapirib o'taman. Birinchi, Pyatirka Pentakli. Ko'rinmoqda, yana qo'limga olaman. Mana bu kartada aytibdi. Hozir oilada, hozirgi kunda oilangizda qiyinchilik, yetishmovchilik yoki sovuqlik borligini ko'rsatadi. Kimdir o'zini oilada yolg'iz, tushunilmagan, hech kim uni tushunmaydi yoki e'tibordan chetga qolgandek his qilishi mumkin. Moliyaviy bosim ham munosabatlarga ta'sir qilayotgani bo'lishi ehtimol. Moliyaviy bosim ham bo'lyapti. Bu karta doimiy ajralish degani emas, hozirgi og'ir davrni ko'rsatadi. Tomog'im ketdi yana. Ikkinchi kartamiz. Kechirasizlar. Ikkinchi kartada Semerka Pentakli nima deyapti? Bu sizda mana bu kartada o'zgarish sekin asta keladi. Oilada oldin qilingan harakatlar yoki sabrning natijasi ko'rina boshlaydi. Kutilmagan ish bo'yicha natija yoki xabar kelishi mumkin. Moliyaviy masalada vaziyatni yaxshilash uchun harakat davom etadi. Munosabatlarda shoshilinch qaror emas, sabr bilan kutish va vaziyatni o'ylab hal qilish ko'rinadi. Bu karta ijobiy karta. Biror masalada natija darhol emas, biroz vaqtdan keyin, ozgina vaqtdan keyin chiqish mumkin. Darhol bo'lmaydi. Lekin oxiri yaxshi. Yaqin kunda o'zgaradi yaxshi tomonga. Yaqin kunlarda keskin o'zgarishdan ko'ra oiladagi muammoni sekin asta barqarorlashtirish va avvalgi harakatlarning natijasini kutish davri keladi. Ikkinchi savolimiz. Uchinchi savolimiz.
Oilaning yaqin kelajagi qanday bo'ladi? Sizni oilangizda yaqin kelajakda nima bo'ladi? Nimalar ro'y beradi? 3-kartamiz mana. Четверка Pentakli. Oilaning yaqin kelajagi qanday? Savoliga bu karta oilada barqarorlikni saqlab qolish, uy-joy va moliyaviy xavfsizlikka e'tiborni kuchayishini ko'rsatadi. Oila a'zolari bor narsani asrashga harakat qiladi. Moliyaviy masalada tejamkorlik bo'ladi. Munosabatlarda bir-birini qo'yib yubormaslik, oilani saqlab qolish istagi kuchli bo'ladi. Lekin kimdir o'z fikrini qattiq turib olishi, o'tkarishi, ya'ni fikrini o'tkaradi yoki his-tuyg'ularini ichida saqlashi mumkin. Umumiy xulosa, oila parchalanishidan ko'ra mavjud oilaviy bog'liqlikni saqlash va barqarorlikka intilish kuchli bo'ladi. Ammo ortiqcha nazorat va rashkdan ehtiyot bo'lish kerak. Mana azizlarim, sizlar uchun chiroyli, yaxshi kartalar chiqdi. Oilangizda hammasi o'rnida bo'ladi. Faqat voqealarni eshitdi, sabr, ozgina umidli kutish vaziyatlari bo'ladi. Sizlarga yoqqan bo'lsa, yana oila mavzusida nimalarni ko'rish kerak, izohda yozasizlar. Hammalaringizga a'lo kayfiyat, oilaviy baxt tilagan holda xayrlashaman. Keyingi raskladga uchrashguncha salomat bo'ling.